qanda buzuş, qurultay qaza buzğunchilik qilish uchun yo'q tushgan alayda bir xizmat gruppasi quribdi. Shu xizmat gruppasi faoliyatini nihoyatda jiddiy ilib bordi bu qurultayga qarshi turish uchun. Albatta bu qurultay shunga qaramay nihoyatda g'alabalik o'tdi. Bayam degandek butun dunyo bunga diqqat qildi. Ham bu qurultay tunji qitim bir vakillarninki demokratik bir saylam orqali saylanib her qaysi davlatlardagi Uyg'ur vakillari bu qurultayga o'zining vakillerini ivatdi, saylangan vakillerini. Shuning uchun bu jihatdan monayda alayda bir qurultaydi. Bu albatta buningga hujum bo'lganligi, hujumlarning boshlanganligi bizningki kutib turgandik uni zaten boshlandi bu der. Ammo biz buningga pisand qilmadik. O'zimizning harakatini ilib beryapmiz. Mana qurultaydan keyin Dolqun degandek nimaga bordi, Kanadaga bordi, Kanadada uchrashishlarni qildi, hamda Amerikaga keldi, Amerikada bunayta yaxshi uchrashishlarni ilib beryapmiz. Bu vaqtda birozdan keyin balki biroz da jiqroq ma'lumot beramiz. Biz bir harakatimiz orqali bu nimalarga javob berishni uyg'un ko'rdik. To'g'ri emas, amaliy harakat orqali. Biz to'g'rida o vaqtimiz yo'q bizningki to'g'ridagi nimalarga javob. Albatta xalqimizga tushuncha beramiz. Xalqimiz oldida o'zimizni mas'ul his qilamiz. Chunki shu xalq bizni saylab chiqadi. Shu xalqning xizmatini qilyapmiz. Albatta ularga biz vaqt kelgan chaqda xalqimiz shunda bir nima talab qilsa, biz uningga har qanday yerda javob berishga tayyor. Mana yaqinda bir necha kundan keyin bu Amerikadan bir yig'in ochilmoqchi. Yig'inda bu xalqimizdan chaqirdik, kelinglar deb. Har qanday savoli bo'lsa, u savollarga biz naq maydonda javob berimiz. Hech qanday bizningki totindigan, xalqimizdan yushiradigan ya xalqimizga diyanmaydigan, javob beranmaydigan hech qanday bizningki harakatimiz yo'q. Tolg'ay Iso efendi, Xitoydek bir chong davlat Uyg'ur milliy hareketini parçalash uchun bunchalik bir harakatni qilolmasa bo'lmaydi. Albatta bu talash tortishning ichida bo'lgan va yoki bizni tanqid qilayotgan insonlarning hammasini biz siyosiy jihatdan savol qo'ymaymiz ularga va yoki Xitoyning adimi demaymiz. Onun uchun samimiy, haqiqatan dunyo qurilishi ko'ngil bilgan insonlar bor. Bir munozara boshlanibdi sosyal medyada, bizning uning shaxsan men bu safarlar bilan aldirash bo'lib vaqtimiz bo'lmadi, ammo dunyo qaynab ketibdi deydi. Xitoy Tibet hareketini parçalaş için nurgulluğun pullarını heşlavatıdı. Xitay demokratlarını parçalaş için nurgun nimelerini kaçlap nıqıp hem de bugün Şarkı Türkistan davası dünyada hiç bir kaçan bakmagan bir seviyeye ulaştı. Uygur davası bugün dünyada en mühim meselelerden birisi ulaştı. Xitay bundan pek rahatsız. Siz degeniz onun için man hücum qildi, dünya qurultayının rehberleri hücum qildi. Qanday qilib Uyg'ur tashkilotini parçalab qilalaydigan ish shu chet elda. Burunqidek Xitoy ishbin tutib qo'yib material avatkizdiga uni hojat qolmadi hozir. Ammo bu yerda bu fursatlardan foydalanib xalqimizning beshini qaymoqtirdigan avallan bo'ladi. Biz bunga nisbatan sog'lom bir tashkilot bo'lganligimiz uchun xalqimizning qo'llashi bilan, dunyo qurultayi xalqimizning qo'llashi bilan, moddiy ma'naviy yordamlar bilan Uyg'ur sotidek cho'ng proyektlarni amalga oshira oldik. Xalqaroning himoya qilish bilan bugun Uyg'ur masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, Yevropa davlatlarida kelalaydigan bariyat keldi. Shuningga biz bu masalaga kelgan vaqtimizda dunyo qurultayi bo'layotgan bu hujumlarni normal bir demokratik sistemda bo'ladigan bir hadislar deb qaraymiz. Ammo biz shuning ishimiz mutlaq ko'p sonli xalqimiz dunyo qurultayi himoya qilinglar. Sukutdagi ko'p sonliq. Mutlaq sukutdagi ko'p sonliq, mutlaq ko'p sonli xalqimiz dunyo qurultayi himoya qilishga mishalik kiralidik. Ammo bizni tanqidlayotganlarmi, ularmi o'zining ishini qilyotdi, chunki boshqa ish qilolmagan ekan. Shu tanqidlashni qila oladigan gap bu o'zining qobiliyatini joriy qildirib deb o'ylayman men.